Assalomu alaykum hurmatli Savdo Time kanalini uzoq yaqindan kuzatayotgan hurmatli obunachilar. Biz bugun Uchko'prik tumaniga, Qo'qon shahriga reklamaga kelgandik. Uchko'prikda materiallar ko'rib, shunaqa material bozoriga kelib qolibmiz. Yo'lni bo'yida butun asli bilmay 1 kilometrda polniy material ekan. Bilishimizcha materiallarda eng arzon joy Uchko'prikda ekan. Bilganlar kommentariyaga yozib ketinglar, shu to'g'rimi? Shu chevar opalarimizga, ishlab chiqaruvchilarga manfaatli video bo'lardi. Mana shu video qilishga qaror qildik. Hozir bu materiallarni qattiqki narxlari qanaqa ichkaridan o'zlaridan to'liq ma'lumotlar olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, Yaxshimisiz? charchamasdan. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Tuzimizlar. Rahmat. Aslida reklamadan biz qaytayotgandik, yo'lda materiallar ko'rib, Bo'ldi. eng arzon optim joyi shet bo'lsa kerak edi. Xudo xolasa, Sizlar oldinga qo'ldan keldik. kelgancha kelishtirib beramiz aka. Xo'p, bu materiallar o'zi qayerdan keladi? Qanaqa materiallar? Materiallar Xitoy aka. Xitoy materiallar. Ha, Xitoy materiallar hammasi. Xo'p, bu metrga sotiladimi, rulonga sotiladimi? Metrga ham bor, rulonga ham bor aka. Metrga Mana ham, mana rulonga shifonlarimiz aka, rulonga 10 ming so'm. Metrga 12 ming so'mdan beryapsiz. Endi ko'proq olganlarga. Ko'proq olganlar. Ha, mana Singapurlarimiz bor. 11 mingdan rulonga beryapmiz aka. Bir 15 xil, 16 xil rasvetkalarimiz bor. Keyin hondaqa nimalarimiz bor. Brijalikka, sho'rtlikka ishlatyapti. Kilosini 60 mingdan beryapmiz rulonga. Kilosi 60 Kilosi 60 ming. Metri 22 mingdan tushadi. metri 22 mingdan tushadi. Keyin mana bundaqa liyonlarimiz bor. Tepa pastga ishlatadi. Betskichilarga bular 22 mingdan rulonga. 22 mingdan rulonga. Ha, keyin mana bunda setkalarimiz bor. 40 ming so'mdan kilosi. Kilosi 40 ming. Ha. Mana ularimiz bor. Bular ro'molga ishlatadi. O'sha metri 13 mingdan tushadi rulonga. Metri 13 mingdan tushadi. Bularning metri qanchadan tushadi? Qaysi? Mo, sechnilar. Bularni metrini hisobini qilib ko'rganmiz-ku, kilosini chiqarib qo'yganmiz hisobini. Keyin mana maslalar $1 rulon bor bulardan. Mana bular 8,5 mingdan. Shoyi deydi. Bu ham rosa Navro'zga yaxshi ketdi. Qattiq bu materiallar. Bu Xitoymi hammasi? Mana koreyskilarimiz bor keyin. Bular rulonga shu 15 mingdan beryapmiz. Rulonga 15 mingdan. Kilosi yo'q? Ha. Yo'q, kilosi emas, metri. Metrga. Metri. Keyin mana unaqa narsalarimiz bor, katakli. 25 mingdan metrga beryapmiz bularni. 20 ming so'm rulon qilib beramiz. Keyin mana yerda mana narsalarimiz bor. Mana ular bor. Bular 50 mingdan kilosi. Mana bor. Urasetka. Bularning kilosi 58 mingdan. Keyin mana uni vibrlarimiz bor. Oxiri 17 ming so'mdan qilib beryapmiz rulonga. Mana qorasi bor. Bunisi bor. Bu qizildan bor, bundan bor, bundan bor. Keyin qolgan svetlari ham bor. Bir 15 xil sveti bor-da, mana yerda ham orqada turibdi. Asosan bu endi ayollarga. Ha, ayollarning ayollarga. kiyim-kechagiga. Ha. Bu asosan chevarlar ishlab chiqaruvchilar, ishlab chiqaruvchilarga. Keyin metraj so'raganga ham beryapmiz kelsa. Bemalol metrajga ham bor. Metrajga ham berilaveradi. Kelishaveradi. Xo'p, sizdan olib sotmoqchi bo'lgan, hamkorlik qilmoqchi bo'lganlarga ham bir narxini kelishtirib, Arzonroq qilib beramiz. Qo'ldan kelgancha kelishtirib, chiroyli qilib beramiz narxlarni, behijolat. Xo'p, dastavkalar qanaqa bo'ladi? Dastavka masalasi. Misol, dastavka har xil joydan ko'rishadi-da, misol, Voha tomondan ko'rishadi. Dastavka desa, shetda misol hamma joyga ketadigan mashinalar bor. Kelishilgan holda qilib berilaveradi dastavkasini. Kelishilgan holatda iloji boricha qilib berishga harakat qilamiz. Misol, petaylardan chiqarib yuborsa, killikdan tashlab bersa, behijolat u muammosi yo'q. Xudo xolasa, qo'ldan kelsa, qilib chiqarib berilaveradi. Behijolat u taraflari. Tashqaridalar ham mana shu yerda bor narsalarni tashqaridalardan bir ko'rsataylik. Tashqaridagilarni ham bir ko'rsataveramiz aka. Mana narsalarimiz. Bular kilosi 50 mingdan. Mana rasvetkalari bor. Kilolari 50 ming. Ha. Rulonga. Mana Singapur deydi. Buni
o'sha ko'proq olganga 11 mingdan beryapmiz rulonga. Rulonga 11 Ko'p ming. olganga Aha. rulonga. Keyin buni metrga misol 15 ming ham sotyapmiz. Hali bir 20 metr, 30 metr oladigan bo'lsa 12,5-13 mingdan ham qilib beryapmiz metriga. Metriga undan keyin. Mana shifonlarimiz bor. Aha. Rulonga 10 ming so'mdan, Aha. metrga 12 ming so'mdan. Aha. Agar xaridorlar bo'lsa kelaverishadi bemalol. Narxlarimiz o'zgarib qolmaydi, xudo xolasa. xohlasa. Kelishtirib, narxlarni joy-joyida qilib beramiz aka. Hurmatli obunachilar, hurmatli opalar, mana o'zlaring narx-navolar eshitilaring. Qo'ldan kelgancha sizlarga yoritishga harakat qildik. Agar biz bera olmagan ma'lumotlar bo'lsa, ekranda shu Zayn aka nomerlarini qoldirib qo'yamiz. Aloqaga chiqib, o'zlaring qiziqtirgan savollaringga to'liqroq javob olsalaring bo'ladi. Dastavkalarni eshitlang, kelishilgan holda qayerda o'tsalang yetkazib qilib berishga harakat qilamiz. Xo'p, manzilimizni aytib o'tib ketsak, o'zi to'lig'ini, adresimizni ragatamiz. Uchko'prik tumani Boboshbek bozorchasini shunday kiraverishda Maryam do'konining yonida. Do'kon ikkalamiz yonma-yon. Ana Maryam do'koni yonida Boboshbek do'kon bozorda oldida, Uchko'prikda. Kelaverasizlar. Ekranda raqamlarni qoldirdik, bemalol aloqaga chiqib ishlayverasizlar. Aka, ishlayingizga omad. Mayli aka. Sog' bo'ling. Sizlarga ham rahmat. Hop.